Assalomu alaykum yurtdoshlar. 2026-yil 5-iyun sanasiga mana ko'rib turibsizlar. Bodom ko'chatlarimiz bu yerda 20 dan ortiq navlarimiz bor. Xudo xolisa mana ishchilarimizni ham ko'rsating. Opalarimizni mana shularga ming rahmat. Mana issig'i, sovuq demay. Aslida ko'chatni men javrayman, men ana qilaman, yetishtiruvchi bular. Lekin juda asosiy mutaxassis bular. Prosta endi video orqali sizlar meni ko'rasizlar, aytaman doim. Mana kamera orqasida juda katta komanda bor deymiz. U komanda har bitta ishda ham, hatto katta ustaning orqasida ham, doktorlar orqasida ham, boshqa kasblarning orqasida ham juda katta bazasi, armiyasi bo'ladi. Bu bizning armiya shular. Xo'p, mana bu ko'chatlarimiz Burguttunmoq, Qaymoq, Kavkaz, Ozarbayjon, Prezidentskiy, Nonparel va yangi navlarimiz bor. Bulardan bodomga ulangan payvandtak bor, shoftaliga ulangan payvandtak bor, jefga ulangan, slivaga ulangan payvandtaklar bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa har yili mijozlarimizga yetmasdi, bu yil Xudo xolasa yetsa kerak, sababi sal ko'proq tayyorlab qo'ydik. Narxlari ham doim aytib o'tardim, unchalik qimmat bo'lmaydi. Oldin biz elektr energiyada juda katta joyga 2 kachkada nasosda haydab chiqamiz. Endi bu yil samatok joyda tayyorlaganmiz. Xudo xolasa xalqimizga ham, bog'bon do'stlarimizga ham arzonlashtirib, sifatli qilib yetkazib beramiz. Sertifikatlari albatta bo'ladi. Payvanddagi 100% javob. Qanaqa olinsa ham, faqat narigi jef, shoftali, slivada u cheklangan miqdorda. Zakazga ulaganmiz, ulardan qisman ortgani bor, shuni sotuvga qo'yamiz. Manzilimizni aytib o'tamiz, Namangan viloyati Chortoq tumani. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'chatlarni ko'chirib, yangi sifatli qilib jo'natamiz. Ko'pchilik so'rashadi. To'lov deylik, xohlaganlar hozir bo'ladi. 15-noyabrda ketin ko'chiramiz ko'chatlarni. Shuning uchun esdan chiqazmaylik. Bizdan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.